Assalomu alaykum barchaga. Men ismim Doniyor Mahkamov. O'tgan yili Cambridge o'quv markaziga IELTS olish niyatida kelgandim. Bu paytda darajam intermediate edi va IELTS olish maqsadida Darxon filialiga bordim va Mr. Abdulboriy guruhlarida o'qidim. 5 oydan keyin IELTS topshirdim va IELTS dan 7 ball oldim. Va o'qish mobaynida ko'plab eventlarda qatnashib turardim va bir eventga ko'zim tushib qoldi, ya'ni UK Consulting bilan o'tkaziladigan eventga. O'sha eventda Adhamjon aka bilan tanishdim va Angliyaga borish niyatimni etdim va UK Consulting bilan faoliyatimizni boshladik va keyinchalik Queen Mary University of Londonga tayyorgarchilikni boshladik. Va hozir mana bu universitetni magistratura yo'nalishiga kirdim. 3000 funtlik scholarship yutib oldim. Tabriklaymiz aka, vizalar qutlug' bo'lsin. Rahmat kattakon. Rosa xursandman, rahmat. Nimaga UK Consultingni tanladim? Chunki UK Consultingni Cambridge o'quv markazi bilan hamkorligi bor. Hamma xizmatlar mutlaqo bepul ko'rsatiladi. Mana uchish vaqti ham keldi. Hamma narsa tayyor. Bir necha soatlardan keyin uchib ketaman. Shuni aytmoqchimanki, sizlarga hamma narsaning imkoniyati bor. Shunchaki harakat qilsanglar bo'ldi. Londonda ko'rishguncha. Londondan salomlar. Agar siz ham chet elda o'qishni niyat qilgan bo'lsangiz, ingliz tilini o'rganishni hozirdan boshlang. Cambridge kurslariga ro'yxatdan o'ting.